Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 iyulgacha nimalarni albatta tekshirib qo'yish kerak. Iyul oydan boshlab qanday o'zgarishlar kuchga kirishi mumkin va oddiy fuqaro, tadbirkor, pensioner, ishchi, talaba yoki uy egasi sifatida siz nimaga tayyor turishingiz kerak. Bu ma'lumot hamma uchun muhim. Chunki ko'p odamlar o'zgarish kuchga kirgandan keyin xabar topadi. Keyin esa jarima, ortiqcha to'lov, hujjat muammosi yoki imtiyozdan quruq qolish holati yuz beradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men har bir masalani oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqti yetib bo'lsa, odamlar katta muammolardan qutuladi. Har yili iyul oyi kirishi bilan bir qator tartiblar, to'lovlar, hisobot muddatlari, kommunal xizmatlar, nafaqa va ijtimoiy yordam, soliq yoki tadbirkorlikka oid talablar yangilanishi mumkin. Eng katta muammo shundaki, odamlar hali vaqt bor, menga tegishli emas, o'zi xabar berishadi deb yuradi. Amalda esa ko'p tizimlar avtomatik ishlaydi. Ya'ni sizga alohida qo'ng'iroq qilib, aka, opa, hujjatingizni yangilang, qarzingizni tekshiring, ariza bering deb aytib o'tirmaydi. Oldin ko'p ishlar mahalla, tashkilot yoki idoraga borib qo'lda tekshirtirish orqali bo'lardi. Hozir esa juda ko'p jarayonlar elektron tizimlarga o'tgan. Bu bir tomondan qulay. Ariza topshirish, qarzdorlikni tekshirish, soliq holatini ko'rish, subsidiya yoki nafaqa ma'lumotini bilish osonlashdi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Tizimda xato ma'lumot tursa, sizning huquqingiz cheklanib qolishi mumkin. Masalan, yashash manzilingiz noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, sizga tegishli yordam chiqmasligi mumkin. Soliq qarzi bor deb ko'rsatilsa, ayrim xizmatlardan foydalanganda muammo paydo bo'lishi mumkin. Kommunal hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida topshirilmasa, keyingi oyda noto'g'ri hisob-kitob chiqishi mumkin. Iyuldagi o'zgarishlarning eng muhim tomoni shuki, 1 iyul ko'pincha yangi chorak, yangi yarim yillik va ayrim yangi tartiblar boshlanadigan sana sifatida qaraladi. Demak, 1 iyulgacha siz o'zingizga tegishli bo'lgan barcha asosiy masalalarni tekshirib chiqishingiz kerak. Men hozir aynan nimalarni tekshirish kerakligini birma-bir aytaman. Birinchi masala kommunal to'lovlar va hisoblagichlar. Ko'pchilik men har oy to'layapman-ku deydi. Lekin faqat to'lashning o'zi yetmaydi. Hisoblagich ko'rsatkichi to'g'ri kiritilyaptimi? Eski qarzdorlik qolmaganmi? Abonent raqami sizning nomingizga to'g'ri biriktirilganmi? Mana shularni ham tekshirish kerak. Masalan, siz elektr energiyasi uchun har oy 120 ming so'm to'laysiz. Lekin hisoblagich ko'rsatkichi 2 oy davomida kiritilmagan bo'lsa, tizim sizga o'rtacha sarf bo'yicha hisob yozishi mumkin. Natijada siz real sarf qilganingizdan ko'proq summa chiqib qoladi. Keyin buni isbotlash uchun surat, dalolatnoma, murojaat kerak bo'ladi. Agar siz ijarada yashasangiz, bu masala yanada muhim. Chunki ko'pincha kommunal abonent uy egasining nomida bo'ladi, to'lovni esa ijarachi qiladi. Keyin uy egasi bilan kelishmovchilik chiqadi. Men to'laganman, yo'q, qarz qolibdi, hisob noto'g'ri chiqibdi. Shuning uchun 1 iyulgacha barcha kommunal xizmatlar bo'yicha oxirgi holatni chiqarib oling. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi to'lovi bo'yicha qarzdorlikni tekshiring. Agar imkon bo'lsa, hisoblagichni suratga oling, sana bilan saqlab qo'ying. Bu oddiy ish, lekin keyinchalik sizni katta bahsdan qutqaradi. Ikkinchi masala ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam va bolalar puli. Bu masalada juda ko'p odam xato qiladi. Menga oldin berilgan. Demak, yana avtomatik davom etadi deb o'ylaydi. Aslida har bir yordamning muddati, sharti, qayta ko'rib chiqish tartibi bo'ladi. Oilaning daromadi, tarkibi, doimiy yashash manzili, bandlik holati, bolalar soni, nogironlik yoki boshqa ijtimoiy holatlar tizimda qanday ko'rsatilgani juda muhim. Masalan, oilada 3 nafar bola bor, ota vaqtincha ishlamayapti, ona uyda bola parvarishida. Bu oila yordamga da'vogar bo'lishi mumkin. Lekin tizimda ota rasmiy daromadga ega deb ko'rsatilgan bo'lsa, yoki oilaning bir a'zosi boshqa manzilda ro'yxatda turgan bo'lsa, ariza rad etilishi mumkin. Yana bir misol. Pensioner ona yolg'iz yashaydi. Lekin ro'yxatda farzandi ham shu uyda ko'rsatilgan. Farzand aslida boshqa viloyatda ishlaydi, lekin ro'yxatdan chiqmagan. Natijada tizim uy xo'jaligida daromad bor deb baholashi mumkin. Shuning uchun hujjatdagi real holat bilan hayotdagi real holat mos bo'lishi kerak. Uchinchi masala soliq va tadbirkorlik hisobotlari. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs bo'lsangiz, kichik do'kon, xizmat ko'rsatish, onlayn savdo, taksi
ustachilik go'zallik saloni yoki boshqa daromad manbaiga ega bo'lsangiz, 1 iyulgacha soliq holatingizni tekshiring. Ko'p odam men katta biznes qilmayman, menga soliq tegmaydi deb o'ylaydi. Lekin daromad rasmiy aylanishga tushgan bo'lsa, terminal, bank kartasi, onlayn to'lov orqali pul qabul qilingan bo'lsa, tizimda iz qoladi. Uyda tort pishirib sotadigan ayol oyga 4 million so'm atrofida tushum qiladi. Bu kichkina ish deb o'ylaydi. Lekin mijozlar kartaga pul o'tkazadi, ijtimoiy tarmoqda reklama bor, yetkazib berish bor. Agar faoliyat tartibga solinmagan bo'lsa, keyin savollar paydo bo'lishi mumkin. Yana bir misol, usta bir oyda 8 million so'm xizmat haqi oladi, lekin hech qanday rasmiy maqomi yo'q. Bugun hech kim so'ramasligi mumkin. Lekin ertaga bank operatsiyalari, daromad manbalari yoki kredit olish vaqtida muammo chiqadi. Shuning uchun o'zini o'zi band qilish, YTT sifatida ro'yxatdan o'tish yoki faoliyat turiga mos tartibni tanlash kerak. 4-masala kredit, qarzdorlik va bank majburiyatlari. Iyul kirishdan oldin kredit jadvalingizni tekshiring. To'lov kuni qaysi sana, jarima hisoblanish tartibi qanday, sug'urta yoki komissiya bor yo'qligini ko'ring. Juda ko'p odam kreditni faqat asosiy oylik to'lov deb tushunadi. Masalan, oyga 20 million 200 ming so'm to'laydi. Lekin bitta oy 5 kun kechiksa, jarima, penya va kredit tarixiga salbiy belgi tushishi mumkin. Keyin u odam yangi kredit olmoqchi bo'lganida rad etildi degan javob oladi. Agar sizda bir nechta kredit bo'lsa, eng xavflisi ularni aralashtirib yuborish. Masalan, bir kreditning to'lovi 10 sanada, ikkinchisiniki 25 sanada, uchinchisiniki 30 sanada. Maosh esa 5 sanada tushadi. Odam boshida to'g'ri taqsimlamasa, oy oxirida pul yetmay qoladi. Shuning uchun 1 iyulgacha moliyaviy kalendar tuzing. Qaysi kuni qancha to'laysiz? Minimal qoldiq qancha bo'lishi kerak? Kechiksa nima bo'ladi? Buni yozib qo'ying. Men har doim maslahat beraman. Kredit to'lovini oxirgi kunga qoldirmang. Kamida 2-3 kun oldin to'lang. Chunki bank tizimida texnik kechikish bo'lishi mumkin. 5-masala. Pasport, ID karta, haydovchilik guvohnomasi, kadastr va boshqa hujjatlar. Ko'p muammolar aynan hujjat muddati o'tib ketgani yoki ma'lumot mos kelmagani sababli chiqadi. Misol uchun, siz ishga kirayotgan bo'lasiz, lekin ID kartadagi ma'lumot bilan diplom yoki nikoh guvohnomasidagi familiya mos kelmaydi. Yoki uy sotmoqchisiz, lekin kadastr hujjatida eski familiya, eski manzil yoki eski maydon ko'rsatilgan. Bunday holatda bitim cho'ziladi. Xaridor kutmaydi. Siz esa pul yoki imkoniyatni yo'qotasiz. Agar siz uy-joy, yer, avtomobil, meros, aliment, nikoh, ajrim yoki tadbirkorlik bilan bog'liq ish qilmoqchi bo'lsangiz, hujjatlaringizni oldindan tekshiring. 1 yilgacha vaqt bor ekan. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki elektron xizmatlar orqali ma'lumotni ko'ring. Hujjat muddatini uzaytirish, xatoni tuzatish, dublikat olish, ma'lumotnomani yangilash kabi ishlarni oxirgi kunga qoldirmang. Endi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma o'zgarish ham hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Masalan, kommunal tarif, soliq tartibi yoki ijtimoiy yordam mezonlari hudud. Toifa, faoliyat turi yoki shaxsiy holatga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga shunday bo'ldi, demak menga ham shunday bo'ladi degan fikr noto'g'ri. Qo'shningiz pensioner bo'lishi mumkin, siz esa tadbirkorsiz. U imtiyozli toifada bo'lishi mumkin, sizda esa boshqa majburiyat bor. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki gapga ishonib qaror qilmang. Mahallada aytishdi, tanishim dedi, telegramda o'qidim degan gaplar yetarli emas. Men ekspert sifatida har doim aytaman, qarorni rasmiy manbaga qarab qabul qiling. Davlat xizmatlari portali, soliq organi, bank ilovasi, kommunal tashkilotning rasmiy tizimi. Mahalla yoki hokimlikning tasdiqlangan ma'lumoti bo'lishi kerak. Ayniqsa pul to'lash, ariza berish, hujjat topshirish yoki shaxsiy ma'lumot kiritishda ehtiyot bo'ling. Uchinchi nozik jihat, firibgarlik xavfi oshadi. Har safar yangi tartiblar, to'lovlar yoki imtiyozlar haqida gap chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular 1 iyulgacha ro'yxatdan o'tmasangiz, pulingiz kuyadi. Sizga yordam puli chiqdi. Karta raqamingizni yuboring. Jarimani yo'q qilib beramiz, subsidiya olib beramiz deb aldashi mumkin. Hech qachon SMS kodni bermang, karta parolni aytmang, noma'lum havolaga kirmang. Davlat idorasi yoki bank sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shoshiltirsa, qo'rqitsa, darhol pul o'tkazishni talab qilsa, bu juda katta xavf belgisi. 4-nozik jihat, ariza berishning o'zi natija kafolatlamaydi. Masalan,
ijtimoiy yordamga ariza berdingiz, lekin hujjatdagi ma'lumotlar to'liq emas. Yoki subsidiya uchun ariza berdingiz, lekin daromad mezoni so'z kelmadi. Yoki soliq imtiyozdan foydalanmoqchisiz, lekin faoliyat turi noto'g'ri tanlangan. Shuning uchun ariza berishdan oldin shartlarni o'qing, kerakli hujjatlarni to'plang, ma'lumotlarni tekshiring. Kerak bo'lsa, mutaxassisdan maslahat oling. 5-chi nozik jihat. Eski qarzlar va kichik xatolar katta to'siqqa aylanishi mumkin. Masalan, sizda 12 ming so'm chiqindi to'lovi qarzi bor. Bu arzimas ko'rinadi. Lekin ayrim holatlarda qarzdorlik ma'lumotnomada chiqadi yoki xizmat ko'rsatishda savol tug'diradi. Yoki soliqdan 5 ming so'm penga qolgan bo'lishi mumkin. Odam buni bilmaydi. Keyin bank tender, shartnoma yoki boshqa rasmiy jarayonda muammo ko'radi. Shuning uchun kichkina summa ekan demang. Tizim uchun qarzligicha turadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda kommunal to'lovlari bo'yicha qarzdorligi borlar. Ijarada yashaydiganlar, uyini ijaraga berganlar, ijtimoiy yordam olayotgan yoki olishni rejalashtirayotgan oilalar, rasmiy yoki norasmiy daromadga ega bo'lganlar, kredit to'layotganlar, hujjati eskirganlar, tadbirkorlar va onlayn savdo bilan shug'ullanayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizda barcha to'lovlar joyida bo'lsa, hujjatlar yangilangan bo'lsa, daromadingiz rasmiy bo'lsa, kredit kechikishi bo'lmasa va arizalaringiz tekshirilgan bo'lsa, sizda xavf ancha past, lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Telefoningizga yoki daftaringizga $1,000 gacha tekshirish degan ro'yxat tuzing. Bu ro'yxatda kommunal to'lovlar, soliq, kredit, hujjatlar, ijtimoiy yordam, kadastr, avtomobil jarimalari, bank kartalari va shaxsiy ma'lumotlar bo'lsin. Har bir bank tekshirib qarshisiga tekshirildi deb belgilang. Bu oddiy ko'rinadi, lekin tartib bo'lmasa, odam biror muhim narsani unutadi. Ikkinchi qadam. Kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlikni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik va chiqindi to'lovlari bo'yicha abonent raqamingizni kiriting. Agar qarz chiqsa, darhol sababini aniqlang. Agar siz to'lagan bo'lsangiz, kvitansiyani toping. Agar hisoblash ko'rsatkichi noto'g'ri bo'lsa, suratga oling va tashkilotga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Falon manzildagi abonent raqam bo'yicha hisob-kitobni qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Hisoblagichning amaldagi ko'rsatkichi falon. Ilovada surat va to'lov kvitansiyasi taqdim etiladi. Mana shunday aniq yozilsa, murojaatingiz tushunarli bo'ladi. 3-qadam ijtimoiy yordam yoki nafaqa bo'yicha holatingizni aniqlang. Mahallaga boring yoki elektron tizim orqali ariza holatini tekshiring. Oilangiz tarkibi to'g'ri ko'rsatilganmi? Bolalar ma'lumoti to'g'rimi? Daromadlar to'g'ri aks etganmi? Manzil mosmi? Shularni ko'ring. Agar sizda nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, yolg'iz pensionerlik, ko'p bolalik yoki boshqa asos bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Kerakli hujjatlar odatda ID karta, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, daromad ma'lumotlari, tibbiy xulosa, kadastr yoki yashash manzili bilan bog'liq ma'lumotlardan iborat bo'lishi mumkin. 4-qadam, soliq va daromad masalasini tartibga keltiring. Agar siz xizmat ko'rsatsangiz, mahsulot sotsangiz, uyda ishlab daromad topsangiz, onlayn savdo qilsangiz, o'zingizga mos rasmiy maqomni tanlang. O'zini o'zi band qilish sizga mosmi? ITT kerakmi? MSCJ ochish shartmi? Buni faoliyat hajmiga qarab aniqlang. Masalan, oyga 2 million so'm qo'shimcha daromad bilan oyga 2 million so'm aylanma qiladigan faoliyat bir xil emas. Har birining majburiyati boshqacha. Soliq qarzdorligi bo'lsa, uni yopishga harakat qiling. Agar summa katta bo'lsa, soliq organiga borib tushuntirish oling. Bo'lib to'lash yoki aniqlashtirish imkoniyatini so'rang. 5-qadam, kredit va bank majburiyatlarini tekshiring. Bank ilovasiga kiring, kredit qoldig'i, to'lov sanasi, foiz, jarima va sug'urta holatini ko'ring. Agar to'lovga qiynalayotgan bo'lsangiz, yashirinib yurish eng yomon yo'l. Bankka oldindan murojaat qiling. Men falon sabab bilan to'lovni vaqtida qila olmayman. Restrukturizatsiya yoki muddatni o'zgartirish imkoniyati bormi deb so'rang. Banklar har doim ham rozi bo'lmasligi mumkin, lekin oldindan murojaat qilish kechikib ketgandan ko'ra ancha yaxshi. 6-qadam. Hujjatlaringizni tekshiring. ID karta muddati, pasport ma'lumotlari, haydovchilik guvohnomasi, tekst pasport, kadastr, nikoh yoki ajrim hujjatlari, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari. Diplom va mehnat hujjatlari to'g'ri ekanini ko'ring. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, barcha joyda yangilanganmi? Tekshiring.
Agar uy yoki yer hujjati xatolik bo'lsa, uni bitim oldidan emas, hozir tuzating. Chunki hujjatdagi bitta harf xatosi ham rasmiy jarayonda to'xtashga sabab bo'lishi mumkin. 7-qadam. Barcha kvitansiya va murojaatlarni saqlang. To'lov qilgan bo'lsangiz, skrinshotni alohida papkaga saqlang. Hujjat topshirgan bo'lsangiz, ariza raqamini yozib oling. Idoraga borgan bo'lsangiz, qabul qilingan sana va mas'ul xodimni qayd qiling. Men buni ortiqcha ehtiyotkorlik deb hisoblamayman. Bugun hammasi yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin ertaga nizoli vaziyatda aynan shu dalillar sizga yordam beradi. 8-qadam. Oilangizdagi kattalar bilan gaplashing. Ayniqsa ota-onalar, pensionerlar. Texnologiyadan kam foydalanadigan qarindoshlar ko'pincha o'zgarishlardan bexabar qoladi. Ularning telefoniga kelgan SMSni tushunmasligi, firibgarga ishonib qolishi yoki muhim muddatni o'tkazib yuborishi mumkin. Ularga yordam bering. Kommunal to'lovlarni tekshiring, bank kartasini xavfsiz ishlatishni tushuntiring. Begona odamga kod aytmaslikni qayta-qayta eslating. Demak, 20 iyulgacha eng muhim vazifa shuki, o'zingizga tegishli to'lovlar, hujjatlar, arizalar, kreditlar, soliq va ijtimoiy yordam holatini tekshirib chiqing. Bugun 2 daqiqa vaqt ajratsangiz, ertaga jarima, rad javobi, ortiqcha to'lov yoki hujjat muammosidan qutulishingiz mumkin. Eng xavfli narsa beparvolik. Menga tegishli emas deb o'ylamang. Chunki ko'p muammolar aynan shunday o'ylagan odamlarda chiqadi. Agar sizda savol bo'lsa, izohlarda yozing. Sizni aynan qaysi masala ko'proq qiziqtiryapti? Kommunal to'lovlarmi, nafaqami, soliqmi, kreditmi yoki hujjatlarmi? Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan mavzularni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, huquqini va asabini himoya qiladi.